Kelasida endi. Ha, Qarang, agar какой-то battle nimadir bo'lib qolsa, поддержкаga chaqirsam bo'ladimi? bo'ladi, nega yo'q? Bo'ldi. Nimadir bo'lsa, Bo'ladi, какой-то nega battle yo'q? bo'lsa, сразу qaysidir neto gapirib qolsa, сразу sizni chaqiraman. Ha, mayli. Endi bu yerda yomon gapiring, neto gapirmaydi. Bu yerda neto Siz gapirmaydi hech yaxshimi kim. debdilar. Boya kim aytdi? Kim yozdi mana shu yerdagi bittasi yozdi. Salom, Nima deb yaxshi. yozdi? Подписка qo'shib qo'ying, xo'p. Kemik dedimi? Yo'q, senga podarka nimadir o'zi bilan o'zi yozdi, o'zi bilan o'zi keyin buvingni siqib yubordim. Bir negativing ham o'zing ham nariroqda yurdi. Ana, nikni o'zgartirdik, yana o'zimizga qaytdik. Siz anchadan beri anaqa bego'da yurasizmi? Ha, Vidoshiman. Yana bir 15 kundan keyin 4 oy bo'ladi. Hozir endi keldim. Hali endi. 2 kunmi bo'ldi? 2 kunmi, 3 kunmi? Maqsad bego'ga kirishdan, to'g'risi savolga to'g'ri. Maqsad bego'ga kirishdan. Yo, Vidushin maqsad. Plan yopish. Maqsad makratdi. Plan yopish. Plan nima uchun plan? Nima uchun plan qiz bolaga? Endi plan. Savol просто. Hammaga kerak. Plan hammaga kerak. Pul deng. Plan. Plan. Almas. Plan. Pul 3 ta harf. Plan 4 ta harf. O'sha beplan pul bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Yo, endi krediti bo'ladi odamlarda, bir sharoitda neto palajiniga tushib qolsa kiradi-da, tak kirmaydi-da odamlar. Ko'pincha shunaqa deb o'ylayman meni fikrim. Voy, bego'da ham odamlar juda ham ko'p ekan-ku, juda ham ko'p, juda ko'p. Soqoqlar ko'p soqani zo'r qiladi. Даже nima deydi? Populyarniy artistlar ham ichida o'tiribdi. Kirib aylanib chiqsam. Ha, o'tiradi, pul ishlaydi. Pul ishlaydi. Pul ishlaydi. O'shat qiladimi 2000-3000 dollar oyiga? O'shada. Davlat ishida ishlasa shuncha olmaydi. O'sha. To'g'ri gap. O'ziga yarasha qiyinchiligi ham bor-da, lekin o'ziga yarasha qiyinchiligi ham bor-da. Yaxshi odamlar ko'p. Qayerdan bilasiz O'zbekiston? Bor, yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Mana o'shaning uchun aytaman, yomonlikni chaqiradi, yaxshilikni chaqiradi. Faqat o'sha hammaga aytaman, kimdir ko'rib yursa. Siz negativ yozma deb. Siz meni yaxshi deb o'ylamang. Siz meni yaxshi odam deb o'ylamang. Men rosa yomon bo'laman, aytib qo'yay. Oldindan keyin qilib yurmang. Menga yomonlik qilmadingiz-ku, nimaga yomon deyishim kerak sizni? Yo'q, babniklarda babnikida o'shanga aytdim. Endi hammani shaxsiy hayoti, shaxsiy anaqasiga mana nima deydi? Anaqam yo'q. Misol tariqasida o'zi bitta o'zingiz to'xtang. O'zi bitta o'zingiz bu hazil emas, dod deb o'rasiz. Hozir kelishadi hujumga sizga. Hozir to'lib ketadi odam bitta. Kim Farruxni podpiskasida kim bu qiz deb kelib sizni hozir ko'rsangiz g'ostingiz rosa ko'p bo'ladi bu yerda. Ishoning. Mana ko'rasiz, 15 minutdan keyin kirib ko'ring, qancha sizga g'osti bo'lgan. Qancha odam kelib sizni zritildan tomosha qilgan. Kulib ichak bo'lasiz. Kelib urushadi. Har xil negativ yozishadi. Iloyim unaqa bo'lmasin, endi navodo. Endi Farruh aka bitta narsada har bitta odam nima deydi? Kimdir uchun bitta odam yomon bo'ladi, kimdir uchun esa yaxshi bo'ladi. Men bekorga aytmayman, negativ yozmanglar deb, boya bittasi almazim yo'q dedi, yozma o'shani dedim.
Har bitta narsa nima deydi, накопительный effekti bor-ku, chaqirib oladi o'ziga o'zi. Hmm. Yomonlik yomonlikni chaqiradi, yaxshilik yaxshilikni chaqiradi. Anu gadoylikni chaqiradi, Yo, men pulni chaqiradi. bilamanu, yo bilamanu, lekin siz ishonmangki, Farruh yaxshi odam desa ishonmang. Yomon odamman. Xo'p, Qancha qizlar yig'lashadi. xo'p. Yomon odamsiz unda gaplashmayman. Lekin O'zingiz aytdingiz. yo endi yo gaplashaman. Kim meni orqamdan urush janjal bo'lib ketsa, aytmangki, predupujat qilmaganing demang. Qilmasam demang. Lekin birontasiga yomonlik qilganim yo'q. Hammani qo'llab-quvvatlab kelganman. O'zlari bilan o'zlari urushishadi, qizlar bilan. Voy, men Bechora nima deydi, man. unaqa yomonlikdan uzoqdim men. Давайте. Gap yo'q. Negativdan uzoqdim. Joski battle o'ynamang. Joski battle o'ynamang unaqa. Yana o'zingiz bilasiz, bilmaymanki, endi hozir sizni ko'rganimga 5 minut 10 minut bo'ldi. Yana o'zingiz bilasiz, qiz bola ekansiz. Yo'q, men battle'ga o'ynashga kirmayman. Yo'q, unaqa battle o'ynamayman. Endi qancha bersa 10 ga yopasizmi, 30 ga yopasizmi, 50 ga yopasizmi, 80 yopasizmi, 110 yopasizmi, Allohning bergan rizqini shuni o'tirib, husningiz o'zingiz bilan, aqlingiz o'zi bilan keladi yaxshi odamlar. Yaxshi odamlar bor bego'da. Kiradi. Akalar, ukalar urib berishadi. Kammi ko'pmi yordam qilishadi. Da, yo'q, yaxshi, yomon demoqchi emasman, yaxshi anaqilar ko'p. Endi orada 5 barmoq teng emas, mana bitta ikkita nimalar chiqib qoladida. Еще есть пословица «Семья без уродов не qanaqadir бывает». e'tibor tortish kerak-ku. Qarasa unga e'tibor bermayapti, hech kim so'rashmayapti, gaplashmayapti. Qanaqa qilib e'tiboringizni tortishni bilmagandan keyin nima deydi? Negativni bo'ladi-da. Xo'p, mayli, sog' bo'ling, aylanib kelaman. Plandi bo'lsin, gazni bo'lsin. Balkon yangi qizcha ekan, qo'llab-quvvatlanglar, yordam qilinglar. O'rgan olsin. Yaxshi videosi chiqadi, aqlli ekan. Balkon, vперед. Bo'pti, yaxshi borib keling. Xo'p. Давайте, xo'p.
Привет. Хорошо, вы как?